Bodring qancha aka? 8. 8 ming so'm. Bunisi 27 mart sanasi bilan aka ukalar 8 ming so'm narxlari bodring. Pomidor qancha? 24 ming so'm alaminasi. Biri 24 ming so'm. Bularchi? Bir xil. Bir xil 24 ming. Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. Qashqadaryo, Qarshi Yerqo'rg'on bozori. Koreys karam abi. Qancha bo'lyaptimi? 10 ming. 10 ming so'm. Ushtirish 10 ming ha? Ha, kilosi. Kilosi 10 ming so'm. Bu karamlar aka? 3 ming so'm mana. 8 ming. Aka bu qizil karam qancha? 4 ming. Yo'q, 4 ming kilosi. Chesnakchi? Kesak 20 ming. 20 ming so'm. Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. Bugungi narxi shunday. Qalampir qancha g'ayrat aka? Qalampirlar 70 ming. 70 ming ya. Meslimonmi? Mesliman. Qanchadi? 40 ming. 40 ming so'm ekan mana. Bu qalampir qancha aka? Upakovka qilinganmi bu? 75 ming. Qayerdiki bu? 75 ming ha. Turish qanchadi mana shu turishi? Bu turish yarim kiloda. Yarim kilo. 75 ming shunday ekan. Koreys karam qancha bo'lyapti? Koreys karami 7 ming. 7 ming so'mdan aka ukalar mana g'ayrat aka oldi kelaveradilar. Yerqo'rg'on bozori 27-mart sanasi bilan shunday narxda. Rediska qancha? Bizadan. Rediska 1000 so'm. 1000 so'mdan ha Yo'q, bog'. 1000 so'm, 1000 so'm. Bog'i 1000 so'm ekan rediska mana aka. Aka ukalar rediska 1000 so'm. Yo'q. Bitirishgan bog' qancha g'ayrat aka? Bog'i 1000 so'mdan aka. 1000 so'mdan ha piyozlikchi? Piyoz ham 1000 so'm. Piyoz ham 1000 so'm aka. Nechta? Salat bir qancha g'ayrat aka? Salat barmi? 600 so'm. 600 so'mdan ha bog' mana aka. Uni kilosi qolajon 85 ming. Bugun 27-mart sanasi bilan Yerqo'rg'on bozorida pomidor narxlari aka qanchadi? 22 ming ha. Hurmat tomoshabinlar 22 ming. Kelaverasizlar. Mana kadi narxlari bugun 27-mart sanasi bilan Qashqadaryo, Qarshi Yerqo'rg'on bozorida. Narxlar qanchaga optimga? 5 ming. 5 mingdan ha. Mana kelaverasizlar 5 mingdan. Bu qanchada? Bular 8 pul. 8 dan qilib berasiz ha. Mana hurmat tomoshabinlar 8 mingdan.